Namozgoh City'dagi birinchi tayyor kvartiraning ichki holati haqida qisqacha ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Ko'rib turganlaringizdek, juda ham zamonaviy ta'mirlangan hamda yorqin ranglardan foydalanilgan holatda bo'lgan. Kvartiramiz oyoq tagida sifatli laminatlardan foydalanilgan holatda bo'lgan hamda yorug'lik tizimlari ham juda ham baland holatda qilingan. Kvartiramizda dizaynerskiy ishlar amalga oshirilgan holatda va mebellari ham qanday joylashuv bo'lishi sizlarga aniq tushunarli bo'lishi uchun mebellar ham keltirib qo'yganlar. Kiraverish eshigi oldiga to'liq prixoshka uchun joy qoldirilgan holatda bo'ladi hamda sanuzul xonalarimiz ham g'azdilni ko'rinishda bo'ladi. Endi esa yotoqxonamizga kiradigan bo'lsak, yotoqxonamizda ham agar spalni qo'yadigan bo'lsalar, spalni qayerda bo'ladi, tumba qayerda bo'ladi, shkof qayerda bo'ladi, hammasini joylashuvi sizlarga aniq tarzda ko'rinishi uchun spalni garnitur ham keltirib qo'ydik. Undan tashqari oshxonamizda ham patologgacha zakaznoy kuxni garniturlar qilib qo'ydik. Aynan sizlarga oshxonalaringiz qanaqa holatda bo'lishini aniqroq ko'rish uchun ochiq balkonimiz qanaqa holatda bo'lishini ham bitta ko'rsalaringiz bo'ladi hamda ertaga tashrif buyursalaringiz agar bizning podyezdlarimiz qanaqa holatda va tez orada bitayotgan bolalar maydonchasi qanaqa holatda bo'lganini ko'rishlaringiz mumkin. Namozgoh City bu eng to'g'ri tanlov hamda ishonch va sifat kafolatidir.